Uchinchi o'ringa biza sudyalar bilan maslahat qildik. Asosiysi necha marta qilish emas, balki sifatga ham e'tibor berdik va o'sha повторениyalarni qayta qilishlarni ham hisobga oldik. Hammamiz shu hozirgi hakamlar kengashib uchinchi o'ringa Bo'riyev Dalerni uchinchi o'rin deb topdik. Tabriklayman uchinchi o'rinni mukofoti. Demak, uchinchi o'ringa 2 million so'm pul mukofoti. Ikkinchi o'ringa Bobobekov Jasur. Men o'zim qaradim, malades Jasur. Demak, 5 million so'm pul mablag'i. Tabriklayman. Birinchi o'rin Abidov Muhammad Saidxonga bo'ldi. Tabriklayman aka, malades.